Biz davom etayotgan fursatlarda keling yollar bugun sizlarga baxtlaymiz Davronbek. Ilohim sarbaxtda bo'linglar, ilohim sizlar qo'sha qaringlar, bir-birlariga bo'lgan muhabbatlarni hayotlaring mobaynida bog'lasin ilohim. Bugun Abdurashid akam elga to'y in'om etayotgan fursatlarda yor-yorlar, dargohlarga to'ylar Alloh ato etgan daqiqalarda bugun Abdurashid akam uzoqda bo'lsa-da, bas havlarga ko'ra uni do'stlari birgalikda yelkama-yelka Abdurashid akam bilan birgalikda yuragi yaqin, dili yaqin, qalbi yaqin Qabadiyon olamining eng ilg'or tabiblaridan, jarrohlaridan xalqimizga achchiq-chuchuq dori-darmonlari bilan emas, xalq dardiga shirin so'zlari bilan Allohdan marham so'ragan ajoyib shifokor akamiz. Yaqinda erkaklarning bayramida Tojikistonning xizmat ko'rsatgan shifokor degan ulkan faxriy unvonlarni olgan akamiz bugun Umar doktor akamiz davrida bir ajoyib tilaklari bor. O'sha tilaklar bilan kelinkovlarni, nabiralarini qarshi olar ekan. Marhamat, xalqimiz. Men sizni hammadan baxtli qilaman. Qachon deb so'ramang, mendan azizim, qachondir kuladi mening yulduzim. Buni qachonligini bilmayman o'zim. Men sizni hammadan baxtli qilaman. Biroz joningizga shafqat qilsangiz, Xudo bir kun bergay niyat qilsangiz, dunyoni tutkayman. Fursat bersangiz, poyingizni tillo taxliq qilaman. Men sizni hammadan baxtli qilaman. Ishoning va'dalar zanjirini buzib, qochib qolmagayman. Ahdimni buzib, shodlik-u quvonchlar shaxtini tuzib, tilagingiz deya so'rayman. Men sizni hammadan baxtli qilaman. Muhabbat so'ziga shubha qilsangiz, men haqda aytadi oydan so'rsangiz, yulduzlar do'stlarim agar bilsangiz, faqat siz istagan odam bo'laman. Men sizni hammadan baxtli qilaman. Shunchaki aytgim keldi, hayot o'tga o'tmasin. Tog'dan baland g'ururi, yigit g'amga botmasin. Bossa qadam pok bo'lsin, g'anim ko'ngli chog' bo'lsin, omadsizlik yot bo'lsin, yigit g'amga botmasin. Har ishida halollik, ko'rmasin hech zavollik, qasamxo'rlik, malollik, yigit g'amga botmasin. Nokis do'stdan asrasin, dog' tushmasin qalbiga, yonimga kel deb doim omad tursin yo'liga. Har qadamda bir tuzoq, haromdan bo'lsin uzoq, mardlik bo'lsin ko'zmunchoq, yigit g'amga botmasin. Sizda tursin har dam, hayot katta imtihon, bundan olsin bir hayot, yigit g'amga botmasin. Ilohim hech kim, hech on g'amga botmasin. Bugun elni nazarga, el duolarga daxil bo'lib, elga to'y in'om etayotgan bugun Abdurashid akamda osonlarida to'ylarga bosh-qosh bo'layotgan Abduqayim akam, Abdurahim akam, do'stimiz Zulfiqorjonning e'zozlariga bugun tashrif buyurganmiz. Murodjon do'stimiz, Abdukarim akam davrada, Akbar akam davrada, azamatlar hamma osona Quluflar sulolasi davrada ularning dargohini soyabonlari, onajonlari, katta onalari bugun Davronbekni, Gulsanam momo keladi. Gulsanam yangam keladi. Kiyovtirani onalar hamma jamil-jam bo'layotganda bugun Davronbekni qalbiga, sha'niga, muhabbatlariga bir tilak bildirmoqchi katta onalarning tilaklari bor. Kelasi katta ona, navbatlarga qutlab olamiz bugun kelinkovlarni. Bugun barcha osona Quluflar sulolasining quvonchlari qalblari quvonchga to'lgan fursatlarda bir tilak bildiradigan muddat keldi. Marhamat.